Obunachimizdan ham quyidagi mazmunda savol kelgan ekan, ya'ni xodimni ishga kirganiga 10 oy bo'lmagan hamda unga dekret pul to'lanmagan, shu asoslimi deb so'ragan ekanlar. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-dekabrda 796-sonli qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq, agar siz ishga qabul qilingan kuningizdan boshlab ish stajingiz 10 oydan kam bo'ladigan bo'lsa, sizga homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqa, qisqasi dekret ta'tili bo'yicha nafaqalar to'lab berilmaydi. Va bundan tashqari ushbu to'lovlar miqdori xodimning stajiga bog'liq bo'lib qoldi. To'lovlar miqdori xodimning o'rtacha oylik ish haqisidan kelib chiqadi. Agar xodim ishga kirganidan 10 oydan 24 oygacha bo'lgan muddatda stajga ega bo'lsa, homiladorlik va tug'ish ta'tilining miqdori uni o'rtacha oylik ish haqisining 75%. Agar ushbu staj 25 oydan 60 oygacha bo'lsa, o'rtacha oylik ish haqisining 85%. 60 oydan yuqori bo'lgan taqdirda uni o'rtacha oylik ish haqisining 100% koeffitsiyentidan kelib chiqqan holda homiladorlik va tug'ish ta'tili bo'yicha nafaqa hisoblanadi. Bundan avval ushbu tartib Vazirlar Mahkamasining 314-sonli qarori bilan tartibga solinar edi va homiladorlik va tug'ish ta'tili to'lash bilan bog'liq to'lovlarni amalga oshirishda xodimdan staj talab qilinmas edi. Ya'ni u ishga kirganiga 1 kun bo'lgan bo'lsa ham, agar dekret ta'tilga chiqadigan bo'lsa, unga to'lovlar to'lab berilar edi. Hamda ushbu to'lovlar uni stajini agar 12 oygacha bo'lgan miqdorda staj 75% miqdorda, o'rtacha oylik ish haqisini agar 12 oydan oshadigan bo'lsa 100% miqdorda to'lab berilar edi. Ushbu ma'lumotni ham tanishlariga yuborib qo'yamiz. Qo'shimcha savollar bo'lsa kommentariyadan yoki direktdan murojaat qilishingiz